davom etamiz. Ya'ni biz encode deb A'dagi o'zgaruvchimizni boshqatadan kodlashimizni kirgizdik. Endi bizga A o'zgaruvchi shart emas. Shuning uchun drop A deb A'ni o'chiramiz. Keyin rename deb turib yangi nomlagan o'zgaruvchimizni kiritib chiqamiz. Endi o'zgaruvchimiz qatorida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda A o'zgaruvchi o'chib ketdi, вообще yo'qolib ketdi va uning o'rniga yoshingiz degan o'zgaruvchi paydo bo'ldi. Va encode bilan qayta kodlashda qoidalarimiz mavjud. Ya'ni bu qanday qoidalar? Bir o'zgaruvchini ichida 2 va undan ortiq so'zlar bo'lsa, ularni yo qo'shib yozish yoki pastki chiziq bilan yozishimiz shart. Raqamlar, tinish belgilari bo'lmasligi kerak. Keyin kodlarimiz uzun bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa tibbiyot sohasida bu imkon qadar ma'nosini yo'qotmagan holatda qisqaroq yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki tibbiyotda kodni qisqartirsak ma'nosini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. O'shaning uchun qisqaroq yozganda ma'noga e'tibor qaratishimiz kerak. Boshqa sohalarda buni qanchalik ahamiyati bor, u menga hozircha qorong'u. Xo'p, endi keyingi o'zgaruvchimiz B va meni Excel faylimda B o'zgaruvchim kasbingiz. Kasbingiz. Drop B va rename yana kasbingiz. Bunda ham o'zgaruvchimiz hech qanday ошибкasiz, ya'ni bez ошибка qayta kodlandi. Buni qanday bilamiz? Birinchi holatimizda o'zgaruvchilar qatorida B o'zgaruvchi yo'qolib ketdi, o'chib ketdi to'g'ri aytsa, va o'rniga kasbingiz degan o'zgaruvchi paydo bo'ldi. Ikkinchi holatda brauzer orqali biz datani ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bunda bizda qizil holatda hali qayta kodlanmagan o'zgaruvchilarimiz, ya'ni bularni stata umuman tushunmaydi va ikkinchi holatda esa ko'k holatda qaytadan kodlangan o'zgaruvchilarimiz turadi. Va biz shu o'rinda o'zimizni qayd daftarimiz yoki note larimiz uchun statada do file ochib olishimiz kerak, chunki birinchi marta o'rganayotganda kodlarni to'liq bilmaslik ehtimolimiz kattaroq. Do file man grafika and statistika o'rtasida joylashgan qalamcha shaklidagi simvoldan yoki bo'limdan topdim va buni men do faylimni ochib oldim va bunda men xuddi Pythonda ham bu bor. Avvalo faylimizni nomlab olishimiz kerak. Men masalan stata darslari uchun deb bersam bo'ladi. Va agar men buni oldiga 3 ta yulduzcha qo'yadigan bo'lsam, buni do file xuddi Pythondek o'qimaydi. Prosta bu описание yoki foydalanuvchi uchun tipa qo'llanma holatida bo'ladi va bunga men birinchi kodim brauzerga kiritaman va tagidan yoki tepasidan bu kodni описаниесini yozib qo'yaman. Brauzer nega kerak? Datani ko'rishimiz uchun.
Shu o'rinda men ta'kidlab o'taman, biz buyruqlarni stataning comment qismidan yoki do fayli run qismidan yurg'izishimiz mumkin. Agar rundan yurg'izmoqchi bo'lsak, bergan kodni belgilab turib run knopkasini bosamiz. Absolyutno bir xil natija beradi, hech narsa o'zgarib qolmaydi. Xo'p, ikkinchi o'zgaruvchi menda encode. Demak, men mavjud o'zgaruvchilarni qayta nomlashim uchun deb kiritib qo'yaman buni ham. Tak, o'zgaruvchilarni qayta nomlash yoxud stata tushunadigan tilga o'tkazish. Xo'p, encode tegidan eski oldingi o'zgaruvchini tashlab yuborish, oldingi o'zgaruvchini tashlab yuborish. Bu demak drop orqali ketadi. Yoniga men albatta o'zgaruvchilarimni kiritaman. Shuning uchun men yozmadim. Yozsam ham razница yo'q. Tak, yoshingiz drop вообще o'zi belgilash shart. Do faylda men qayd qilayotganim uchungina o'zgaruvchilarni qo'lda kirgizim. Boshqa holatda esa faqatgina tanlashimiz kerak bo'ladi. Keyingi qayta nomlash, ya'ni rename nomlash. To'g'ri tushunasizlar, mendan kirilchada yozganim uchun latincha yozish juda qiyinroq. Harflarni topolmay qolishim mumkin. Xo'p, men faylimga kerakli kodlarimni yozdim va fayl qismiga o'tib uni save as qilaman va bundan keyin mana shu faylimizdan foydalanamiz, xudo xohlasa. Demak, stata darslari uchun tak sanamiz 23.026. Faylimizning formati, ya'ni tipi do faylda turadi va buni только statada ochishimiz mumkin. Остальные невозможно. Все, menda hamma kodlarim kirdi va hamma narsani saqlanib qildim. Endi men dalchi davom etaman. Vaqtimiz ham tugadi. Har bitta o'zgaruvchimizni to vaqt tugagungacha qaytadan kodlab chiqsak bo'ladi. Demak, davom etamiz. Biz AB o'zgaruvchini kodladik. Demak, C ga o'tar ekanmiz. Demak, C menda qanday o'zgaruvchi? Uzoq va yaqinni qanday ko'rasiz ekan? Buni qisqaroq varianti ko'rish o'tkirligi qanday deb esa menimcha ошибка bermaydi. Ya, ошибка bermadi. Drop C then rename. Xuddi shu narsani yana qaytib kirilgan ko'rish o'tkirligi qanday. Потом shuni kopir вставить qilsak ham bizda ошибка bermaydi, chunki biz bir xil kodni, bir xil so'zni qayta yozdik. Xo'p, bunda ham C o'zgaruvchimiz o'chib ketganini va uning o'rniga ko'rish o'tkirligi qanday degan o'zgaruvchi paydo bo'lganini bilishimiz mumkin. Keyingisi encode. Dalchi endi D ga o'tamiz. D menda qanday? Boshqa sohalarda balki o'zgaruvchilarni qanday nomlash ahamiyatsizdir, lekin tibbiyotda har bitta narsaga
e'tibor berish